Assalomu alaykum. Qadri baland, qadrdonlarim. Yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'-omonmisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda mana shunday o'rikdan, ya'ni dovchadan, manaki mayda-mayda dovcha bu. Sok qilamiz. Hozir buni manaki yaxshilab yuvib, mana bunaqa qilib, mana donagini ajratib olyapman. Hozir buni ajratib bo'lgandan keyin ko'rsataman sizlarga mana. Qip-qizilgani, mana o'rik juda ham shirin. Mana shundan sok qilamiz. Hammasini mana shunday qilib donagini ajratib olaman hozir. Mana azizlarim, donagini ajratib olgan o'riklarimda mana bunday endi, mana bunday moslamaga, ya'ni kuv, bizada kuv deydi, bunda sariyog' qilamiz. Mana shunga solib, suv solib ezib olaman. Mana shunday qilib solamanda, hozir ustiga o'riklarni nimasiga hozir suv solaman. Oddiy sovuq suv. Mana yaxshilab ezib berdim mana. Endi buni hozir mana shunaqangi, manaki qizil setkaga solib suzib olamiz. Manaki hammasini mana shunday qilib siqib olamiz. Suzib olamiz yani. Hozir yuvilgan qozonimizga mana endi suzib olgan sokimizni solamiz. Mana qolgan soklarimizni chiqarib oldim mana. O'chog'imizga olovni yoqdik. Mana sokimizdagini. Xudo xohlasa inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lib, juda ham chiroyli sok bo'ladi. Bugungi qilgan kompotlarim juda ham zo'r bo'ldi. Juda ajoyib chiqdi. Ranglari qop-qora bo'lib. Dam olish kunlari qilgan, shanba, yakshanba kunlari qilgan kompotim shunaqa zo'r bo'ldi. 50 ta kompot bosdim olchadan. Hali yana qilaman. Hozir mana o'rikdan sok qilyapman. Xudo xohlasa bu ham juda ham chiroyli chiqadi inshaalloh. Hozir bunga mana endi shakar solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi bunga shakar solamiz. O'rikka uncha ko'p shakar ketmaydi, chunki o'rik o'zi juda shirin. Hozir sok ko'rib, ichib ko'raman. Mana 4 kosa soldim. Mana quyuqqina bo'ldi.
Xudo xohlasa zo'r chiqadi. Manaki sokimiz judayam ajoyib bo'lib qaynab chiqdi. Hozir buni ustidagi ko'piklarni yaxshilab olib tashlayman. Mana shunday qilib, mana ko'piklarini olib tashlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sokimiz tayyor bo'ldi. 4 kosa shakar soldim azizlarim, yana 1 kosa soldim. Bismillahirrahmanirrahim. Shakarlarini hamma narsasini manaki me'yorida qilib oldim. Bankalar, qopqoqlar sterillangan. Mana endi bankaga solib burab tashlaymiz. Ko'piklarni chiqarib tashlayman. Mana bunaqa qilib endi burab bosib tashlaymiz. Mana yopildi, lekin har ehtimolga qarshi yana bir aylantirib burab qo'yaman. Hammasini mana shu tarzda hisob burab olamiz mana. Sokimiz ham mana tayyor bo'ldi. Tayyor holati mana. 16 ta 2 litrlik bankaga bo'ldi. Mana qarang. Qanaqa chiroyli bo'ldi ranglari. Albatta sizlar ham mana shu usulda tayyorlab ko'ringizlar. Kanalim yoqayotgan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni kutaman azizlarim. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yana yaxshi kunlarda sizlar bilan diydorlashaylik. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Ranglarini qarang, qanaqa chiroyli bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi ranglari. Ko'rinishlarini ham qarang. Ajoyib tarzda bo'ldi.